ChatGPT oylikka ishlash rostdan ham narkotikmi? Oylik bu narkotik. Hamma yaxshi yashashni xohlaydi, lekin hamma ham boy bo'la olmaydi. Nega? Chunki ular allaqachon sistemaga qul bo'lishgan. Oylik bu qarmoq. Birinchi marotaba uni olganingda quvonasan, sen o'zingni muvaffaqiyatli his qilasan, o'zingni xotirjam his qilasan, lekin aslida nima bo'ldi? Seni sotib olishdi. Endi sen oylikdan oylikka yashaydigan bir qulga aylanding va bu o'z-o'zidan hal bo'lmaydi. Oylik oshishi bilan baxtli bo'lasan deb o'ylaysan, lekin yo'q. Hamma narsa qimmatlashadi. Sen esa yana o'sha qafasda yuraverasan, sistemani tushunib yet. Nega oylik doim yetmaydi? Chunki seni shunday boshqarishadi. Oylik hech qachon yetarli bo'lmaydi. Hamma joyda maxsus algoritmlar bor. Narxlar oshadi, kreditlar ko'payadi. Marketing seni yangi narsalar sotib olishga majburlaydi. Nega sen hech qachon erkin bo'la olmaysan? Chunki oylik oladigan odam hech qachon erkin bo'la olmaydi. Nima bo'ladi? Agar ertaga seni ishdan haydashsa, hammasi tugaydi. Seni bir lahzada tizimdan chiqarib tashlashadi. Kredit bu sening asl dushmaning. Seni tuzoqqa tushirishning eng zo'r yo'li kredit berish. Yaxshi telefon kerakmi? Ol. Yangi mashina xohlaysanmi? Ol. Faqat shart bir dona. Butun hayoting davomida ishlaysan. U kalamush yugurishi. Sen yugurasan, ular oylik berishadi. Sen yana yugurasan, seni ushlab turishadi. Lekin hech qachon bo'shatib yuborishmaydi. Ishdan bo'shash haqida o'ylaysan, lekin qayerga borasan? Hammasi boshdan boshlanadi. Oylik bu qulay qamoqxona, sen qochib ketishni xohlamaysan, chunki bu yerda ovqat bor, joy bor, xavfsizlik bor. Lekin haqiqat shuki, sen o'zingni erkin deb o'ylayotgan bir qulsan. Xulosa, sen oylik olib yashashga o'rganib qolgan bo'lsang, sen haqiqiy hayotni yo'qotgan odam bo'lasan. Chizimdan chiqish kerak. Daromading faqat bitta manbadan bo'lmasligi kerak. O'zingni nazorat qilishni boshlash kerak. Yo'qsa umring o'tib ketadi, lekin hech narsaga erisha olmaysan.